O'zbekistonda 20 million oylik olsang, Germaniyaga kelib o'tirish shart emas degan videoning tagida eng ko'p berilgan savol mana shu bo'ldi. Qayerda bor ekan unaqa 20 million degan? O'zbekistonda bunaqa oyliklar ko'p. Men o'zim shaxsan tanishlarim bor. Nafaqada 20 million, 2000, 3000, 4000 dollargacha pul oladiganlar bor. Qayerdan oladi uni? Ular shunchaki mutaxassis. Bitta narsani yaxshi egallagan, doktor, operatsiya qiladi. Kimdir yaxshi elektrik, kimdir yaxshi dasturchi, kimdir yaxshi marketolog o'zining ishini yaxshi biladi. Shuning uchun unga talab bor, o'sha pulni unga berishadi. Hattoki mana oddiy malyarshik, mana shu Germaniyaga kelgan bitta aka yozgan, men O'zbekistonda Toshkentda 2000 dollar oyga topib yurdim tinchgina. Germaniyada 4000-5000 topasan, abyomga ish beramiz deb chaqirishdi. Endi abyomga ish bermayapti, 1900 euro oylik beryapti, boshqa ish bormi deb yozgan ish so'rab. Bu misol ana malyarshik ham O'zbekistonda 2000 dollar topar ekan. Shuning uchun ko'pchilikning muammosi nimada? Nimandir o'rganishni, bilimini olishni, o'zini inson sifatida qadrini oshirishni birinchi o'ylamaydi-da. Shunchaki qayerdadir qorovul bo'lmoqchi yoki oddiy ish qilmoqchi-da, u 15-20 million oylik topmoqchi. U dunyoni hech qayerda ishlamaydi u narsa. Dunyoni hamma joyida bir xil qonun-qoida. Hamma ham eplolmaydigan, hammani ham qo'lidan kelmaydigan nimanidir sen eplaysan, senga shunda hammadan ko'ra farqli maosh to'lanadi. Bu Germaniyada ham ishlaydi bu qonun, Amerikada ham hamma joyda ishlaydi. O'zbekistonda ham oldinlari faqat davlat ishi bo'lardi-da. Biz shunga o'rganib qolganmiz. Tanish bilish qilib, pulini berib, biron joyga ishga kiriladi davlat ishiga, bo'ldi, ishlaysan, bo'lmasa yo'q. Lekin hozir ko'ryapsizlar, xususiy bizneslar rivojlanib ketyapti. Filialli bizneslar, har xil tarmoqli bizneslar, zavodlar qurilyapti. Xususiy bizneslar endi oldin uni ko'kartirishmasdi, biznesga yo'l berishmasdi. Shuni chopilardi biznes qilish boshlasa, hozir ko'ryapsizlar, oddiy kofe shoplarning qanaqa setlari paydo bo'lib ketgan. Bu yerga biznes rivojlansa, biznesga foydasi tegadigan odam kerak. O'zini to'dirib qo'ygan o'g'li bo'lsa ham, qo'lidan ish kelmasa, u kerak emas unga u odam. Biznes, xususiy biznes egasi biznes rivojlanishini xohlaydi. Mana Germaniyalarda nimaga oylik yaxshi va mutaxassislarning qadri juda baland Germaniyada. Universitet diplomingiz bo'lsa, u dahshat odamsiz. Nimaga? Chunki bizneslar bilimi bor odam qadrlaydi. Davlat ishida tanish bilish. Chunki davlatning puli, ana mansabda o'tirgan odam shunchaki tanish bilish qilib pulni bergan odam olaveradi, lekin biznesning egasiga uni muammosini hal qilib beradigan, bitta ishni yaxshi qiladigan odam kerak bo'ldi. U shunga topshiradi-da, oyligini beradi-da, bo'ldi deydi. Mana SMM shikmisan, mana SMMni qil, mana oyliging menga muammo kelmasin SMM tomonidan deydi. Sen hal qil shuni deydi. Dasturchimisiz beradi, mana dasturni yoz deydi. Menga muammo kelmasin, oyligingni ol qancha deydi. Shuning uchun O'zbekiston shunga qarab ketyapti baribir. 5 yilda, 10 yilda bundan ham hali mutaxassislarning qadri ko'tarilib ketadi. Nimadir yaxshi narsa o'rganing bo'ldi. Zamonaviy kasblar masalan.